Assalamu alaykum, muhaciratga barliq aziz qarindoshlar. Hammanglarning Qurban itinglarga muborak bo'lsin. Men bugun hammanglarning bir kun bo'lsinmi, urug' tuqqan do'stlarlar jam bo'lib yoki telefon orqali tabriklashib, ayam tantanasiga cho'mishinglarni chin dilimdan orzu va umid qilaman. Sig'inishning o'zimi ayam demakdir. Aslashning o'zimi xushalliqdir. Tövendime her qaysinglarga, her qaysi yurtlardan kelgan ayamliq tabriklarni yetkazmoqchiman. Qashqarlik bir qarindishimizning yetiq salomı. Assalomu alaykum jamoat. Qaydaroq avvallarimiz. Salomat obdan tinchtirish barlima. Ayamlar muborak olsun. Qurbaylar muborak olsun cuma. Ballarni ilib qushni ochilib kamalim yitlab patilar. Dasturxon degan ajoyib rangarang mo'l tizvatdiqmana. Anqar qarning sangizlarini tizib. Maralishning qo'chqarlarini qurbonlik qilib mana yog' degan yog'dak, go'sht degan go'shtdak qilib mana kelishmaylimi? Saqlab qoldiqchimamsa? Yo'llari qalaymiz. İstanbul'daki bir ko'ngil birodarimning yetiq salomı. Assalomu alaykum Tayirjon, qandaqa avvallara jinim qarindishim. Ayamligi muborak bo'lsin, etligi muborak bo'lsin. Qandaqa namaz obda o'qiyolma. Biz bek yaxshi ders yaxshi o'qildik ayna. İstanbul Sultan Fatih jamoasida million odamlar jamolab duo qilib yig'lab ketdik. O'zlarim duo qildim jinim qarindishim men. Qizlar ballar bilan jam bo'lsin deb. Yaqinroq bo'lgan bo'lsak birga yitlakamiz. Jinim qarindishim. Bek yo'qab ketliya o'zra. Ko'ngil olmaydi. Chiqib to'sil deymi, ko'rib turlar o'zlarini so'zlab to'slar. Ürümçi turuşluq bir muisbet tədqiqatçı hakimizden yetiq salamı. Assalamu aleykum aziz, mühterem vatandaşlar. Həmminglarning qurban yitinglarga mübarek bo'lsin. Tininglarga salomatlik, ishlaringlarga barakat, oilanglarga xotirjamlik tilayman. Vaqtinglar yetse, menimi yo'qlab, yitlab kelinglar. Uyamning adresi ittifoq yo'lining oldidagi cho'ng choyxonaning kaynidagi qizil binoning ichida. Uyamda sangza, qurbonlik qo'y yo'q. Sizlarga issiq choy quyib beraman. Sizlarga uzun tarixni, o'tmishni, keçmişning gapini qilib beraman. Güzel kitaplarning ismini deb beraman. Yo'qlab kelinglar bolalarim. Ammo kelishdan burun cho'qim telefon qilib o'tinglar yoki qo'shnilarga deb qo'yinglar. Endi Ürümchilik zardisi yomon bir yosh balangizning yetiq salimi. Oho, mush yetmamiş ha? Ya koçun adam yok ha? Ya qanday oldu bu? Ya bu gençliği toxtuma yitinliği mübarek olsun. Mübarek olsun deyişdikensen. Ya bu koçu qarab bakmamsan, sakçıdan başka işlem yok deyin bu koçuda. Ha? Yetmemiş ha? Ya samayını tıkıbamısan. Bu yettigen samayla bulmam da. Ya qanday yet bu? Oho, qanday uyning varlar bu? Yettigen samayla bulmam da samay oynayamızsak biz. Ya qanchadan qurbonlik qildi bu yetda? Ya? Yanjiq tiqib pul bo'lmasa, qanday yet urdi bu? Ya bizni Ürümchilikdagi turpanga bağlab qo'ymisan? Ya Oltişanın balları tiqib kelamiz bizni yo'qlab o'ynag'ilamında Ürümchiga. Ya bu ardo cho'zmishda turamda. Qanday yet bo'ldi bu? Oho. Va qo'yaverda gaplaringni. Ahırda əmanlığa xoşal, mənlik, əhmiyyətli bir gün tilayman. Keyfiyyatınla, tinanla, işlərinla yaxşı olsun.